i5, i7, i9, Intel versiyalarini ko'rib o'tamiz. $440 MacBook Pro 16 ga 512 talik i5 olib ketsanglar bo'ladi. i5 bo'lsa ham pullar bo'ladi bularda, sochish tizimiga ega. Shuning uchun bemalol og'ir programma ishlatsanglar bo'ladi deb aytyapman. Biz ko'chadan kirib kelgan klient uchun buni 550 gacha aytamiz. YouTube, Instagram, Telegram obunachilarimiz uchun buni $500 qo'yganmiz. Bularning hammasining sikli 300 tagacha, maksimum 300 tagacha bo'lgan sikllar. Bu degani kam ishlatilgan. 16 operativga 2 terabayt xotira, 2 terabayt o'ylasizlar, nima ish qilsanglar bo'ladi. Video, pino tortmasanglar bo'ladi. Bemalol to'ylaring montaj qilsanglar ham bo'ladi. Telegram kanallarimizga qo'shilib olsanglar, har kunlik MacBooklarimiz e'lonlarini qo'yib boramiz. Tanishib, batafsil ma'lumotlarni bilib, xarid qilishinglar mumkin o'zlariga mos bo'lgan MacBookni. Salom degani. Salom hammaga, YouTube kuzatuvchilarimiz. Sizlar bilan bugun MacBook Pro'lar bilan tanishib o'tamiz. Bitta obzorini ko'rib o'tamiz. i5, i7, i9, Intel versiyalarini ko'rib o'tamiz. Boshlaydiganda birinchi modelimiz MacBook Pro i5 yaqinda olib kelsangiz bo'ladi. i5 MacBook Pro'larda, i5larda o'sha 2019 gacha, 2020 gacha bo'lgan versiyalarda bu touchpadlari, mana bu yerda uzunchoq touchpadlari bor. Bemalol bu yerdan boshqarsanglar bo'ladi. Yarkisli ovoz baland qilish, YouTube'da videolarni yarimgacha o'tkazish, bemalol o'tkazish, boshqa videoga o'tkazishlar bemalol bajarsanglar bo'ladi. Ancha vazifasi bor. Buni ham ko'pchilik shu uchun ham oladi MacBookni. i5 16 ga 512 talik. Bularda ko'pini korobkasi yo'q. Korobkasi borlari ham bor, lekin bularga korobkasi yo'q degani, garantiyasi yo'q degani emas. 6 oygacha garantiyasi bor bularning ham. Bizdan i9 olib ketgan bitta mijozimiz qaytib kelib so'radi, "Yumkisi qani buni? Yumkisi chiqmayapti, yumkisi ko'rsatmayapti, bataryaga alishganmi?" deb so'radi. Unaqa narsasi bo'lmaydi. 2019 gacha bo'lgan MacBooklarda faqat siklni o'zini ko'rsatadi. Bularda xuddi shunaqa. Aytib qo'yaman, ertaga tushunmovchilik bo'lmasligi uchun. Bularning hammasining sikli 300 tagacha, maksimum 300 tagacha bo'lgan sikllar. Bu degani kam ishlatilgan, ko'p ishlatilmagan emas, ezib ishlatilgan emas. Olib ketsanglar bo'ladi, 6 oy garantiyasi bor. 16 ga 512 talik bo'ladi. 450 gacha bu MacBookimiz, masalan, ana narxi $440 qo'yib beramiz sizlarga. $440 MacBook Pro 16 ga 512 talik i5 olib ketsanglar bo'ladi. O'sha og'ir programmalarda bemalol ishlab beradi sizlar uchun. O'sha og'ir montajlarda ko'tarib beradi. Yili eski bo'lsa ham. Keyingi modelimiz ham xuddi shu Intel versiya, Core i5 MacBook Pro bir xil ko'rinishi, faqat rangida. Rangi ham bir xil ekan. Buni ham narxiga keladigan bo'lsak, narxi $430 qilib beramiz. Farqi nimada desanglar, farqi sal arzonroq kelgan, shuning uchun arzonroq qilib beramiz. Atak holati buniki qirilgan yoki nimadir emas, kamchiligi yo'q. Bunda ham xuddi shunaqa. Keyin MacBook Pro'larda mana i5 bo'lsa ham pullar bo'ladi bularda, sochish tizimiga ega. Shuning uchun bemalol og'ir programma ishlatsanglar bo'ladi deb aytyapman. Keyingi MacBooklarimiz ko'pchilik shu katta ekranli, yana ham kuchliroq holida. O'shaning uchun biz i7larni ham olib kelib qo'yganmiz. i7 Core Intel i7 16 ga 512 talik. O 212 ta sikl. Bular duyumi 15.6 bo'ladi, 16 deganlar bo'ladi. Xohlasanglar 15.6, xohlasanglar shu 16 deganlar olib ketsanglar bo'ladi. Katta farq qilmaydi, lekin katta ekran xohlaydiganlar uchun aynan zo'r model. Narxiga keladigan bo'lsak, Core i7lar narxi sizlar uchun, biz ko'chadan kirib kelgan klient uchun buni 550 gacha aytamiz. YouTube, Instagram, Telegram obunachilarimiz uchun buni $500 qo'yganmiz. $500 ga juda ham zo'r narx. Core Intel i7 16 ga 512 talik. MacBook Pro'larda 256 talik tushiramaydi. Asosan 16 ga 512, 16 ga 1 terabayt, 16 ga 2 terabaytli ham bor bizda. 2 terabaytli ham bor, bittasi bor sizlar uchun. 16 degani bu MacBook Pro i9 16 ga 1 terabaytli. 16 ga 1 terabayt, yana ham kuchliroq bo'lsin deganlar uchun kuchliroq programmada bemalol qotmay, o'zingizlar ishni sifatli bajarib bera oladigan MacBook Pro i9, Intel i9, Core i9. Buni bemalol shu video montajga ham yaqinda o'zim tanishim, og'ir video montaj qilaman deb xuddi shu modelda olib ketdi. Ovozlari ham mo'shni, o'zini kolonka qo'shishlari ham shart emas, o'ziniki normalli effekt beradi. Touchpadlari ham juda ham katta. Bemalol ish qilsanglar bo'ladi.
katta notebook. Lekin xuddi shu xarakteristikada Windows notebook olaman desanglar, ancha og'ir, qo'pol, katta bo'lgani bilan ixcham, ko'tarib yurishga qulay. MacBooklarda bitta fichkasi bor. Windows notebooklarda bunaqa ko'rmagansizlar. Ko'rmagansizlar deb xato aytdim. Bor, kamida bor. Ko'p notebooklarda mana bu tagi bilan qo'shilib ochilib ketadi Windowslar. Masalan, MacBooklarda o'zi. Buni narxi 16 ga 1 terabayt i9, Core i9. Buning narxini 650 gacha ham aytamiz klientlarga, sizlar uchun, obunachilar uchun $600 qo'yganmiz. 590 ham qilib beraveramiz agar kelsa chiroyli qilib garantiyalarini berib. Keyingi modelimiz mana sizlar uchun aytgan o'sha Premium Monsterimiz. Bular ham o'zi Monster. U Monster juda ham kuchlisi. Core i9 o'sha holat juda ham idealniy. Ko'p ishlatilmagan. 118 ta sikl, 16 operativka, 2 terabayt xotira, 2 terabayt o'ylasizlar, nima ish qilsanglar bo'ladi. Video, kino, pino tortmasanglar bo'ladi. Bemalol to'ylaring montaj qilsanglar ham bo'ladi. Shu to'y montaj qiladiganlar bo'ladi-ku o'zi. Katta gigabayt, megabaytlar bo'lib ketadi. Shu keyin og'ir programmalarda, dizaynerlarda, shu arxitekturada, uylarda dizayn chizadiganlarga ham juda ham mos bo'lgan, xotirasi baland 2 terabaytli hazilakam xotira emas. Bular yili 2019 gacha bo'ladi. Plus qotish degan narsani bilmaysizlar, mazax ishlatasizlar. Buning narxini 2 terabaytli $600 qo'ygan bo'lsak, 1 terabaytligini, 2 terabaytligini sizlar uchun $650 qo'yganmiz. $50 qo'shimchasiga 2 terabaytli xotirali bemalol menimcha stoyt. Men masalan olardim. Hozir olmasdim lekin, hozir pulim yo'q. Keyingi modelimiz ham Core i9 16 ga 512 talik, 16 ga 512 ham armanli. Narxi ham yaxshi. Ular narxi $580. $580 holatlari juda ham ideal. 300 tagacha bo'lgan siklda bular. Asosan 300 tagacha. Endi undan ko'p ham bo'lishi mumkin. Kelib turib faqat 300 ta degansiz desangiz, masalan, qolmay qolgan bo'lsa, ana tushunmovchilik bo'lib qoladi. 300 tagacha, asosan 300 tagacha. Masalan, 10 ta MacBook bo'lsa, 8 tasi 300 tagacha. Shuning uchun asosan deb gapiryapman. Buni ham holati yaxshi, idealniy. 6 oy garantiyasi bor. 2019 gacha bo'lgan. 2018 va 2019 bo'ladi bularda. Bularda ham o'sha uzunchoq touchpadlari bor, sensorli, отчетkalari bor, kolonkalari moshli. 6 oy garantiyasi bilan buning narxini $580 qo'yganmiz. Keyingi modelimiz Core i9 16 ga 1 terabaytli. Holatlari juda ham idealniy. Ustida laminatlari ham tortib qo'yilgan. Laminat tortishlar ham shart emas. Bularda korobkasi ham bo'ladi bularda. Masalan, 5 chasiniki bo'lsa, 5 chasiniki bo'lmaydi. Bu korobkasi yo'q degani aybi bor degani emas. Bularda korobka katta ahamiyatga ega emas, telefonga o'xshab. Bular notebookda ham korobka katta, Windows notebooklarda ham korobkani tashlab yuboriladi-yu. Juda ahamiyatga ega emas. Bularda ham xuddi shunaqa. Holatlari zo'r, ishlashlari, sensorlarda ham muammo yo'q. Plus buni ham narxiga keladigan bo'lsak, 16 ga 1 terabaytli MacBook Air i9 prosessorligimiz narxi $600 qo'yganmiz sizlar uchun. Bundan narx yo'q. Telegram kanallarimizga qo'shilib olsanglar, har kunlik MacBooklarimiz e'lonlarini qo'yib boramiz. Tanishib, batafsil ma'lumotlarni bilib, xarid qilishinglar mumkin o'zlariga mos bo'lgan MacBookda. YouTube kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. YouTube kanalimizda ham har videoda bundan buyog'iga juda ham arzon narxda bittadan model, masalan, MacBook bo'lsa bitta MacBook, Windows notebook bo'lsa bitta Windows notebook, PlayStation bo'lsa bitta PlayStationni juda ham arzon narxda qo'yamiz. Shuning uchun ham obuna bo'lib qo'yinglar. Bozorda yo'q, ko'p joyda yo'q narxda olishinglar mumkin bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha kuzatib boringlar. Sizlar uchun ham biz uchun ham foydali bo'lgan kontentlar chiqarib borishga harakat qilamiz.